Ko'rayotganinglar Navo programmasi. Navo programmasi jamiyatimizning taraqqiyot ehtiyojiga mos holda yo'l qo'yilgan bo'lib, bu sahna sizning naqshi muzika jihatdagi talantingizni joriy qildiradigan, sizni to'nitadigan yaxshi sahnadir. Navo sahnasi san'at beg'imizdagi navokash bulbullarimizning ehtiyojiga mos holda hozirlangan bo'lib, san'at sohasidagi izlanish ro'yiga boy, tirishchan yoshlarni qo'llash va ularning o'z qobiliyatini namoyon qilishida ko'rik rol o'ynaydi. Yangicha shakl, rangdor mazmun, lirik naqsha va o'ttiq kuylardan tashkil topgan bu Navo programmamiz naqshi muzika jihatda yoshlarga bilim berish, yetaklashni asosiy maqsad qilgan bo'lib, nodir san'at maroslarimizni qezib sahnaga elib chiqib, uni davriga moslashtirish. İlg'or madaniyatlarni qabul qilib, nodir madaniyatlarimizni saqlab qolish jihatida muhim rol o'ynaydi. Cho'lpon bo'lish istegingiz Navo sahnasida reallikqa aylangusi. Uzluksiz tirishish, izlanishingiz orqali yaratgan natijalarimiz, o'zgacha mahorat va yangicha qiyofatlarimiz Navo sahnasi orqali namoyon bo'lgusi. Navo sahnasi sizning, bizning, jumladan hammamizning qalb navosiga aylangusi. Ko'rurman do'stlar, seg'inish u nihoyatim tatli hissiyot. Biz har doim mehr muhabbatni seg'inib turamiz. Yaqin do'st birodarlarimizni seg'inib turamiz. Endi sizlarning diqqatingizga sunmoqchi bo'lganimiz yosh naqshchimiz Guljannatning ijrosidan naqsha Seg'inganda. Saçlarında sevgiye tanı